Milliy tibbiyot markazi qisqa vaqt ichida yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarini muvaffaqiyatli bajarish borasida nafaqat mamlakatimizda, balki butun Markaziy Osiyoda yetakchi tibbiyot muassasalaridan biriga aylandi. 2024 yil davomida markazda 5000 dan ortiq yuqori texnologik operatsiyalar bajarildi. Mavzuni muxbirimiz Naima Xurram va davom ettiradi. Operatsiyamizga 35 kun bo'lgan bo'lsa, bunchalik holatda bo'laman deb o'zim ham o'ylamadim, chunki surishtirganimizda bizga aytishganki 3 oydan 6 oygacha tikkalanish muhlati bo'ladi degan. Bizda уже xudoga shukr 1 oyda ancha o'zimni bemalol zo'r his qilib, hamma tomonlama yaxshi tikkalanish jarayonlari bo'ldi. O'zi holatim yaxshi bo'lgan. Faqatgina shu Yevropa davlatlariga chiqmoqchi bo'lsak, u yerga topshiradigan dokumentlar, hujjatlarda shunaqa muammo bo'lganki, hujjatlar topshirganman, shunda qonimda chiqib qolgan bu narsa. Yaxshiroq tekshirtirsak, shu jigar sirrozi tashxisini qo'yilgan. Respublikamizda jami 40 ga yaqin bemorlarda jigar transplantatsiyasi o'tkazilib, barchasi muvaffaqiyatli kechdi. Bunday murakkab jarrohlik amaliyotining yurtimizda o'tkazilayotgani bemorlarga ko'p jihatdan yengillik bermoqda. Avvalo shu moliyaviy tomondan ancha yengilligi bo'ladigan bo'lsa, o'zimizda qilingandi. Undan keyingisi aytganimizdek, qarovchi, yana bemorning orqasidan kelgan odamlarga ham qiyinchiligi bo'lmaydi. Yevropada borib tarjima olib, boshqa qiynalgandan ko'ra, bu yerda oziq-ovqatlarimiz ham eng zo'ri o'zimizni yeydigan ovqatlarimiz. U yerga borib olib, ovqat istab yurib, yo nima yeyishni bilmasdan yurgandan ko'ra, o'zimizda holatlar shu tomonlari ancha qulay. Milliy tibbiyot markazida 2 guruh shifokorlar jigar transplantatsiyasi bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari hindistonlik mutaxassislar ham keltirilgan bo'lib, ularning tajribasi bilan bu jarayon yanada muvaffaqiyatli kechmoqda. Milliy tibbiyot markazi bugungi kunda Markaziy Osiyodagi yetakchi tibbiyot muassasalaridan biri hisoblanadi. Bu yerda o'tgan yilda 5000 dan ortiq yuqori texnologik operatsiyalar bajarildi. Xitoyda, Eronda, Rossiyaning eng oxirgi klinikalarida malaka oshirib kelgan, yuqori tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar faoliyat olib bormoqda. Bemorlarimizni natijalarimiz juda ham yaxshi. Shuni ayta olamanki, hozirgi kunda O'zbekiston fuqarolarining jigar transplantatsiya amaliyotini bajarish uchun xorijiy davlatlarga borishlariga ehtiyoj yo'q. 2024-yilda markazimizda 75 ta buyrak transplantatsiyasi va 15 ta jigar transplantatsiyasi bajarilgan edi. Mana o'tgan 2 oy muddatda markazimizda 20 dan oshiq jigar transplantatsiyasi amaliyotlari muvaffaqiyatli bajarildi. O'tkazilgan matbuot anjumanida markazda respublikamizdagi tibbiyot sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan rejalari haqida ham aytib o'tildi. Xususan, Parkinson kasalligini davolashda yordam beruvchi qurilma hamda miyadagi 3 mm dan 3 cm gacha bo'lgan o'simtalarni davolovchi apparat ishga tushirilishi shular jumlasidan.